Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Sharq Turkiston surgun hukumatı Xitoyning zulmidan qaçqan barliq Sharq Turkistonliklarni o'zlari turishliq davlatlarning panohlanish ishxonasi oldida birdek 13 avgust kuni namoyish qilib, Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qilishga, shundaqla panohlanish ishlarining tezlatilishini talab qilib, namoyish qilishga chaqiriq qildi. Tövəndə texnologiya bu vaqtki xəbərimizin təfsilatı bolsun. Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Aldı bilan hammalarniki mush vaqtinglar xayrlik bolsun va kechroq bolsunmu etinglar qutlug' bolsun. Bugungi so'zishimning sababi mushu hammamizga bo'libmi Amerikadagilarga Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonlik qarindoshlarga muhim bir masala deb qarayman. Bu bo'lsa bizniki mushu immigration, ya'ni panohlik masalasimiz. Amerikada taxminan kam deganda bir 10 mingdan 15 minggacha Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonliklar yashayapti. Lekin ularniki kam deganda yarimdan ko'p qismi texi immigration asylum masalalari texi hal bo'lib bo'lmadi. Bu haqda biz buni tuzitish uchun nurg'un yo'llar mangan to'q. Shu asylum masalasini bir tuzitib pastda hamda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib bo'lgandan keyin mushadagi xalqimizga va dunyodagi boshqa yerlardagi xatarlik uchrayotgan qarindoshlarimizga panohlik berishga qonun chiqaraylik deb shu nurg'un parlament a'zolari bilan kurashgan to'q. Oxirida shu 4-oyda senator Coons ishxonasi ular Uyghur Human Rights Protection Act deb bir qonun o'tirib qo'ydi, qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Bu qonun loyihasi shu dunyodagi uyabiyada xatarlik ostidagi Uyg'urlarga Sharq Turkistondan va Uyg'ur va boshqa turk qarindoshlarga Sharq Turkistondan Xitoyninki irqiy qirg'inchilikdan kechayotganligiga tezdan panohlik berish va yana shu Amerikada panohlik iltimos qilib bo'lganligiga panohlik asylum applicationsni iltimoslarini tuzitish uchun qo'yilgan. Bu 4-oyda qo'yildi, lekin hozir biz 7-oygacha edik. Bu to'g'risida bir midiyalash bo'lmadi tuzuk parlamentida. Va nurg'un qarindoshlar shu bo'lib Amerikadagi qarindoshlar doim bizga aloqalashib immigration masalasi to'g'risida bizga yordam qilsanglar deb necha qatim milliy uyg'onishga bu vaqtda xat yozganlar bo'ldi, telefon qilganlar bo'ldi. Shuning bilan biz maslahatlashib shu oldimizdagi 8-oyning 13-chi, ya'ni juma kuni 8-oyning 13-chi kuni saat 10:30dan 12:30gacha yolg'izlam shu panohlik masalasini, immigration masalasini shu Arlingtondagi USCIS'niki, Amerika Immigration'niki panohlik ishxonasining oldida cho'ng bir namoyish uyushtirib, xalqimizniki talabini o'tirib qo'yib, texmi bir besim qilsak deb o'ylashyapmiz. Ba'zi deydi namoyishlar aqmaydi, aqchi ko'kchi deganlar bor, ammo aqdi. Natijasi bugun chiqmasa, ati chiqadigan ahvollar bor. Shuning uchun buni biz necha bilan maslahatlashdik. Mushadagi barliq Sharq Turkiston qarindoshlarimiz, Amerikadagilarni mayli qaysi tashkilotga a'zo bo'lamsiz, bo'lmamsiz, uning bilan karimiz yo'q. Chunki bizniki masalamiz bu yerda yolg'izdan shu asylum case'ni, immigration masalasini tuzitish uchun, sizlarniki immigration iltimoslarini tuzitish uchun va asylum berishini uchun namoyish qilamiz. Shuning uchun videoni taqib qo'ysanglar va atrofdagi qarindoshlarga shu namoyish qatnashishini chaqiriq qilib qo'ysanglar, bu yerda shu o'zinglarniki shu kampdagi yoki turmadagi tutilgan qarindoshlaringlarniki resimlari yoki bilmalar bo'lsa, shuni chiqarib ko'tarib chiqsanglar texmo yaxshi bo'ladi.
Agar yomon qo'rqib ketsanglar, maska taqib olsanglar bo'ladi. Hozir hammadan texi maska taqayotgan ya. Shuning uchun maska taqib chiqsanglar bo'ladi, ammo cho'qim chiqinglar. Bu o'zingizning ishingiz qarindoshlar. Bo'lib bo'lmish Amerikadagi qarindoshlarga bu o'zingizniki bevosita o'zingizniki mushadiki manfaatingizga taqishadigan ish. Chiqib o'zingiz surishti qilmasanglar birisi kelib surishti qilib bermaydi. Immigration masalan qanday bo'ldi deb o'zingizning yo'lni mangmasanglar boshqasi kelib alamani deb qilib bermaydi qarindoshlar. Shuning uchun bu namoyishga chiqinglar. Qo'rqsanglar maskani taqib chiqinglar. Ama cho'qim chiqib, o'sha Amerika hukumatiningki tizdan mana immigration masalasini xalqimizga hal qilib berishini tizdan hal qilib berishini iltimos qilishimiz kerak, talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Chunki bu yerda irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini jakalab bo'ldi Sharq Turkistonda. Nurg'un qarindoshlarimiz bo'lib, yoshlarimiz ya ishlayolmayotidi, ya o'qiyolmayotidi, nurg'un boshqa qarindoshlarimizni ya ishlayolmayotidi, ya bir sağlamlık istirxaniyasiga erişenmeyotidi. Şundan mesele bulayotidi bizniki müşadiki cemiyette. Şunun için bunu el qilish uchun besim qilishimiz kerak. Besim qilish uchun mushu namoyishni ururlashtirsak, qanchalik cho'ngroq chiqa olsak, medialar bilan, muxbirlar bilan hamma narsani chaqiriq qilamiz. Shuning uchun chuqur namoyishga qatnashishinglarni talab qilamiz va boshqadagi qarindoshlarga xabardor qilib qo'yishinglarni talab qilamiz. Namoyishninki tashviqot varaqini Milliy Uyg'unishninki Facebook saytisiga tashlab qo'ydik va yana WhatsApp guruhlariga tashlab qo'ymiz. Shu yerdan qolgan uchurlarni ham inglizcha ham uyg'urcha qildik. Topa olasizlar. Hammanglar Allohga omonat bo'linglar. Inshaalloh shu oldimizdagi 8-oyning 13-ida shu USCIS Arlington Asylum Office'ning oldida birlikte şeyde cem bulup namoyish qilishni nasib qilgan. Assalomu alaykum. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.